sun'iy intellekt yetakchisi degan sertifikatni olish yo'llarini ko'ramiz. Birinchi o'rinda biz Google Chrome yoki Mozilla va boshqa brauzer turlaridan ochib olamiz email akkauntimizni va bu yerda yozamiz 5 million dasturchi. Kirib olamiz. Bu yerda Leaders degan sayt turibdi. O'shani 5 million promper degan yozuvni ustiga bosamiz va biz agar o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, o'quvchini ro'yxatdan o'tish qilamiz. Agar o'zimiz oladigan bo'lsak, ya'ni my go'miz, ya'ni one id'miz bo'ladigan bo'lsa, shunchaki tizimga kirishni bosamiz va bu yerdan one id bor. One id'ning ustiga bosamiz. Bu yerdan bizni shaxsiy elektron akkauntimiz bor, ya'ni yozasizlar, parolni yozasizlar, ya'ni one id'nikini va kirishni bosasizlar va tizimga kiriladi. Keyin bu yerdan kurs haqida ma'lumot bosadigan bo'lsangiz, mana 4 ta kurs turibdi. Birinchi kursga kiradigan bo'lsalaringiz, bu yerda mana hozir boshlayni bosasizlar va modul menda tugagan. Siz agar sertifikat olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu yerdan boshlaysiz. Mana sertifikatni boshlaysiz va sertifikatni boshlaganingizdan so'ng mana yerda nastroyka bo'limi bor. Assalomu alaykum. So'zimni Dubai amirligi valiahd shahzodasi muhtaram Shayx Hamad bin Bosh Xoliqovning va videoni tezroq tomosha. O'ziga ko'ra Dubai amirligida 1 million kishiga prompt ta'minlash maqsadida boshlangan 1 million prompter dasturga qo'shilgan videoni hozir tomosha. Bu tashabbus har bir inson intellektidan foydalangan holda tengsiz imkoniyatlarga ega bo'lish, qudratiga erishish, hayotimizni o'zgartirish kasbidan sayohat ta'minlaydi. Bu vositadan istiqbolimiz muborak edi. Imkoniyatlardan samarali. Ikkinchi videoni ham xuddi shunaqa. Bir marta o'qiganlaringizdan so'ng to'g'rilanib bo'ladi. Endi kursning asosiy qismi bor. Mana buni ham tugatasizlar va bu bo'limni ham tugatasizlar va test bo'limi bor. Test bo'limini men guruhga tashlab qo'yaman javoblarni va test bo'limida mana test bor. Testni boshlash qilasizlar. Mana yerda test savollari bor. 6 ta test savollarini tugatasizlar va bu bo'lim tugaydi. Va keyingi bo'limni bosadigan bo'lsalar, keyingi qilib ketdik hozir. Faqat test tugadi va bundan chiqasizlar, ya'ni mana bu yerda bosh sahifaga qaytasizlar, barcha modullarga o'tingizlar. Keyin bu bo'lim tugadi. Endi bu bo'limga o'tamiz. Bu bo'limni ham boshlashni bosasizlar va buni ham modullari bor. Buni ham tugatasizlar. Tugatgandan so'ng hammasi bitishga bo'lgandan so'ng, testni yechgandan so'ng yana barcha modullarga yana qaytasizlar. Keyin 3-bo'limi bor. 3-bo'limini ham xuddi shunaqa tugatasizlar va yana barcha modullarga qaytib turib, oxirgi 4-bo'limda yechasizlar. 4-bo'lim tugagandan so'ng qayta xulosa, yakuniy test bergan xulosa qismi bor. Xulosa qismida meni yopib qolibdi. Men hozirroq boshliq qilaman degan. Mana bu yerda menda 100% bo'lgan, tugatganman. Xulosa qism bergan va xulosa qism bergandan so'ng hammasi bo'lgandan so'ng birozdan keyin kurs natijalariga kirasizlar. Kurs natijalariga kirganlaridan so'ng bu yerda kurslar to'liq holati berilgan bo'ladi va bu yerdan siz modullarga o'tasizlar. Mana modullar 4 ta modul berildi. Umumiy tugadi. Tugagandan so'ng biz bu yerdan kurs haqida ma'lumot va shu yerda tugatganlaringizdan so'ng sizlarda avtomatik sertifikat shakllanadi.